Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Xudo xolasa bugun Xankadamiz. Bera tashrif buyurganimiz boisi kraska etapına geldi. Xudo xolasa birini poni Danyaram hem işlerini qilib beribdi. İnşallah. Qaysi qanday ichki kraska ishlatamiz, qaysi qanday ichki bo'ladi, polmatik kraska ishlatamizmi, glansiummi? Shuni bir qator maslahat etmekə geldik. Danyar ağa, xarman, sağlıqda yaxshimi? Assalomu alaykum, barolim. Yaxshimisiz? Danyar ağa, bir de nechik etapdan kelyapsizlar? Nechik bo'lajak? Bu yerda Nadirbek 5 sloy ish oldu. Xudo xolasa kuzatib borsalar, o'zlar natijasini ko'raveradi. Ko'pchilar o'tirmak kerakmi deb edi. Lusega doğrular ishladik. Xudo xolasa o'zi Danyar ağa mükemmel gap. Bera inşallah premium sifatdagi tikurila mahsulotlarimizni berajakmiz. Bilasiz, tikurilarni assortimenti katta, har yere har xil vod emulsiyasi ishlatiladi. Bize narsamiz neri burilayotganini ko'rishimiz kerak. Shunga qarab maslahat beramiz. İnşallah bizden kuzatib boringlar, bir premium sifatda chiqqanini ko'rasizlar. Baho berasizlar. Bera dum chiroyli ranglarni beryapmiz. Bizdan kuzatib davom eting.